Hurmatli obunachilar, bugun ishimizni boshlab olganman. Cobalt mashinamiz kelgan Cobra relga qo'yilyapti, ya'ni oyna ko'taradigan blok. Buni xudo xolasa akkumulyator o'tirib qolmaydigan qilib, mana bu yerga qo'shimcha relaylar bilan ostirib qilamiz. Masalan, Cobaltlarda ko'p akkumulyator o'tirib qoladi. Relay bilan qo'yilmasa, 30 sekundda oyna o'zi avtomatik ko'taraveradi-da, blok tez berib boradi ham. Tez akkumulyator o'tirib qoladi. O'shaning uchun relay bilan xudo xolasa qo'yamiz. Kimlar xizmat qilsa, Cobalt mashinamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Hammasi akkuratniy qilib, jiyimida lentalardan, ishlangan. Cho'tda ortiqchani osilib qolgan joylari yo'q. Relaylar bilan qo'yildi, e'tibor beringlar. Relaylar akkumulyator o'tirib qoldi, muammo qilmaydi. Yozib kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Timotoliderga murojaat qiling.